2026 yilgi Cadillac Tort bu Cadillac brendining zamonaviy texnologiya, sport xarakteri va premium qulaylikni birlashtirgan eng muvozanatli sedanlardan biridir. 2026 model yili uchun Tort yanada takomillashtirilib, tashqi dizaynidan tortib ichki salonigacha deyarli barcha jihatlarda sezilarli yangilanishlarga ega bo'lgan. Avtomobil bir qarashdayoq o'zining sportchi va agressiv ruhini namoyon qiladi. Shu bilan birga klassik Cadillac hashamatini ham yo'qotmagan. Tashqi ko'rinishida old qismdagi kengaytirilgan va qayta dizayn qilingan radiator panjarasi, vertikal uslubdagi LED kunduzgi chiroqlar va o'tkir shaklli faralar avtomobilga zamonaviy va ishonchli ko'rinish beradi. Bamperlar sport uslubida ishlangan bo'lib, havo oqimini yaxshiroq boshqarish uchun aerodinamik elementlar qo'shilgan. Yon tomondan qaralganda, uzun kapot, silliq tom chizigi va muskulli qanotlar Tortni haqiqiy sport sedan sifatida ko'rsatadi. Orqa qismda esa zamonaviy LED fonuslar, ixcham spoiler va xrom elementlar avtomobil dizaynini yanada boyitadi. Ichki salon 2026 Cadillac Tortda yanada hashamatli va texnologik bo'lib, premium materiallardan keng foydalanilgan. O'rindiqlar yuqori sifatli charm bilan qoplangan, ergonomik shakli esa uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Old o'rindiqlar elektr sozlanish, isitish va ventilyatsiya funksiyalariga ega bo'lishi mumkin. Salon ichidagi alyuminiy, karbon yoki yog'och bezaklar avtomobilga qimmat va zamonaviy muhit bagishlaydi. Orqa qatordagi yo'lovchilar uchun ham yetarli joy ajratilgan bo'lib, bu avtomobilni oilaviy foydalanish uchun ham qulay qiladi. Texnologiyalar borasida Tort 2026 eng so'nggi imkoniyatlar bilan jihozlangan. Markaziy konsolda joylashgan katta sensorli displey Cadillac'ning yangi avlod multimedia tizimi bilan ishlaydi. Apple CarPlay va Android Auto simsiz tarzda qo'llab-quvvatlanadi. Navigatsiya tizimi esa real vaqt rejimida yangilanib turadi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga tezlik, yonilg'i sarfi, xavfsizlik ogohlantirishlari va haydash rejimlari haqida to'liq ma'lumot beradi. Premium audio tizimi esa salon ichida toza va chuqur ovoz ta'minlaydi. Texnik tomonlama 2026 Cadillac Tort bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Asosiy versiyada turbo zaryadlangan, yonilg'ini tejamkor ishlatadigan dvigatel bo'lib, u kundalik shahar harakati uchun juda mos keladi. Kuchliroq sport versiyalarida esa yuqori quvvatga ega dvigatellar, tezkor avtomat uzatma va sportga moslashtirilgan osma tizimi mavjud. Orqa gildirakdan tortish avtomobilga sportcha xarakter bersa, to'liq tortish, out tizimi turli yo'l sharoitlarida barqarorlikni oshiradi. Haydash rejimlarini o'zgartirish orqali haydovchi avtomobil xarakterini o'z xohishiga moslashtirishi mumkin. Xavfsizlik masalasida Cadillac Tort 2026 juda boy tizimlarga ega. Avtomatik favqulodda tormozlash, old va orqa to'qnashuvni oldindan aniqlash, piyodalarni va velosipedchilarni aniqlash, qatordan chiqishni ogohlantirish va avtomatik tuzatish, kor nuqta monitoringi, adaptiv cruise control kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini maksimal darajada ta'minlaydi. Bu tizimlar nafaqat shahar ichida, balki uzoq masofali safarlarda ham katta yordam beradi. Yo'lda yurish sifati Tortning eng kuchli jihatlaridan biri hisoblanadi. Rul boshqaruvi juda aniq va sezgir bo'lib, burilishlarda avtomobil ishonch bilan harakatlanadi. Osma tizimi notekis yo'llarda qulaylikni saqlab qoladi. Sport rejimda esa avtomobil yanada qattiq va chaqqon bo'ladi. Shovqin izolyatsiyasi yuqori darajada ishlanganligi sababli salon ichida sokinlik saqlanadi. Bu esa premium sedan uchun juda muhim jihat hisoblanadi. Yonilg'i sarfi o'z sinfiga nisbatan maqbul bo'lib, tejamkor dvigatellar va aerodinamik dizayn tufayli kundalik foydalanishda cho'ntakka og'irlik qilmaydi. Bagaj hajmi ham yetarli bo'lib, sayohat va kundalik ehtiyojlar uchun qulaylik yaratadi. Umuman olganda, 2026 Cadillac Tort bu sport ruhi, zamonaviy texnologiyalar va haqiqiy premium qulaylikni izlaydiganlar uchun ideal sedan. U tashqi ko'rinishi bilan e'tibor tortadi, ichki salonida hashamatni his qildiradi va yo'lda ishonchli hamda zavqli haydash tajribasini taqdim etadi. O'z segmentida u kuchli